klientlardan tanishingiz bo'lsa, unda bu video aynan siz uchun. Afsus yo'q-da bizada bunaqa tanishlar. Biz bechara tanish emas, pul topish dardi bilan kunimiz o'tib ketadi. Tanish emas, pul topish. Sizdek opaga bu bo'lib qolishi mumkin. Unaqa tanishlar bo'lib qolishi mumkin. Biz kambag'allarga kim ham tanish bo'lardi, kim ham qarardi biz kambag'allarga. Bizda ham shunaqa tanishlar bo'lganda biz ham shunaqa inamarkalarda yurarmidik. Bu videoni oxirigacha ko'rganlar mashina reklama qilyaptimi, kompaniya reklama qilyaptimi? Tushunmadim-u. Lekin unaqa tanish orttirish uchun nima qilish kerak? O'zimizga lablarimizga botoks qilib, qovoqlarni oldirib, kipriklarni yopishtirib, yuzlarimizni torttirib, mana bu yerda ajinlarimiz bor, o'shalarni yo'qottirib. Shunaqa qilishimiz kerakmi? Shunaqa tanishlar orttirish uchun biz kambag'allarga kim ham tanish bo'lardi? Biza bundoq olib qarasa tanish emas, bir-birida nonimizga pul topish bilan kunimiz o'tib ketadi. Tanishishga vaqt yo'q, bola boqish kerak, ro'zg'or qilish kerak. Bir kun kartochkamiz tugab qolsa, bir kun ertasi kuni piyozimiz tugab qoladi. Piyozimiz tugab qolsa, sabzimiz tugab qoladi. Guruchimiz tugab qoladi. Omadsizlar deysizlar, juda omadlisizlar. Havosim keldi. Bosing opa gazini, bosing. Men ham